O'zbekistonda yangilik mini egaliklar endi o'zimizda bo'ladi. Narxi $3,5 ming bo'ladi. Barcha rasxodlari, dokumentlari bilan bo'ladi, nomer qo'yish bilan bo'ladi. Old abrisovkasi, ya'ni Range Rover reshotkasidan o'g'irlangan bo'ladi. Balandligini ham ko'ryapsizlar. Kobaltimiz 1,5 qarich tevaga olib chiqib berdi. Damas bilan balandligi bir xil bo'ladi. Bunimiz ya'ni 200 km yuradi, gibrid bo'ladi. 100 km to'kib yursa, 100 km benzinda yuradi, 100 km ga 2 litr rasxod qiladi. 5 kishi bemalol sig'adigandan bo'ladi. Roadline sidinalargacha bo'ladi. Bari Malibu'nikidan kichkina bo'ladi, monitorlar bo'ladi. Bluetooth ulab turib klip ko'rsalar bo'ladi. Zatniga tursalar, zatni ko'rsatadigandan bo'ladi. Rollar multimedial bo'ladi. Signal didit bas fafap qilib oladigandan bo'ladi. Aynalari yana mesarovkaga o'xshab ochilmaydi. Elektronli bo'ladi. Bemalol otsalar ham bo'laveradi. Orqaga yana 3 kishi o'tirsa, o'bshi 5 kishi toqqa ham dam olgan ketsalar ham bo'laveradi. Shopirga yana oyoqlarini tegib turib his qilib olmaydigandan bo'ladi. Shopirda uyqusi kelsa, orqaga o'zini tashlab ketadigandan bo'ladi. Bu ya'ni 4x4 bo'ladi. Devorga yaqin yursalar, ya'ni mana yerda o'zini signal beradigan, titit qilib ogohlantiradigan, ya'ni sensor datchik bo'ladi. Ballonlari 14 bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastda profillarini atmetga qildik. Profillarga o'tsangiz to'liq ma'lumot bersa, nomerlarni qoldirmadik. Nima o'ylaysiz, o'zi Cobalt olgan yaxshimi yo buni olgan yaxshimi? Kommentda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Shunaqa foydali videoda o'tkazib yubormaslik uchun foydangizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Charchab ketdim.